ko'p narsani ko'zim ochib bergandi. Har bitta ishlatilgan operatorskiy priyomni olib qarasa, juda prostoyda. Lekin o'tda shunaqangi kombinatsiyalar qilib tashlagan, montajdagi qanaqadir maskalarni qo'shib, yo'q qilib, stilistikasi u kinoni juda необычный chiqqan. Men uni endi birinchi marta yoqib ko'rmoqchi bo'lganimda, qanaqa ekan, nima ekan, bir boshini bitta ko'rmoqchi edim, 5 minut chepdi. Ko'ray deganman. Kirashib kirishib ketdim-da. O'tda shunaqangi dinamichniy, shunaqangi to'xtamas anaqada, nima deydi, operatorskiy kamera botdan o'tadi, nima deydi, whip band degan anaqa juda ko'p ishlatilgan. O'sha narsani o'sha yerda o'rganib olgandim. Men uchun gangster bo'lish u Amerikaning prezidenti bo'lishdan ham zo'r narsa deganda. Ticho, davay, anaqa ko'rishing kerak, обязательно anaqa deydi. Men hayron qoldim, что именно tog'am menga anaqa maslahat berayotgani. Просто men tog'am haqida tasavvurim boshqacha-da, seriozniy biznesmen odamlar. O'zi birinchidan serial ko'rish vaqtini borligini bilmagandim. Keyin ikkinchidan что именно конкретно mana shunaqa mafiyozniy temaga tegishli serialni ko'rishni ham buni bilmagandim. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Timur Amanshikov. Men rejissyorman, prodyuserman. Ko'pchilik auditoriya meni Poxter TV proyektni asoschisi, rejissyori deb biladi. Bu u proyektni qisqa metrajli kinolarni olib, o'sha yerga YouTube anaqaga platformamizga qo'yamiz. Lekin men asosiy tirikchiligim o'zi u reklama. Reklamni roliklarni olish, uni prodyuserlik qilish. Bu temaga отдельный production studiyamiz bor. O'zi birinchi ko'rgan va menga juda katta ta'sir qilgan kino, uni nomi Scott Pilgrim против всех. Anaqa super massive известный kino bo'lishi mumkin emas, но menga lekin birinchi marta ko'rganda juda yoqqan o'sha kinoni stili, podachasi, rejissyorning почерги, keyin operatorskiy решениялari. Chunki men u kinoni ko'rgan paytda men уже qanaqadir texnический opitim bor edi, уже montaj qilishni boshladim, уже operatorskiyga qiziqish boshlagandim. Menga o'sha kino juda ko'p narsani ko'zim ochib bergandi. O'tda bunday olib qaraganda, har bitta ishlatilgan operatorskiy priyomni olib qarasa, juda prostoyda. Lekin o'tda shunaqangi kombinatsiyalar qilib tashlagan, montajdagi qanaqadir maskalarni qo'shib, yo'q qilib, stilistikasi u kinoni juda необычный chiqqan. O'zi umuman olib qaraganda, montajni o'rganayotgan paytimda operatorskiy o'sha remesloni o'rganishga shu kino katta sababchilardan biri desa bo'ladi. U kinoni olgan rejissyor ismi Edgar Wright. Men uni почти hamma kinosini ko'rib chiqqanman. U shunaqangi rejissyorlardan biri. Uni o'zini такой яркий, необычный anaqa, boshqalarda yo'q почерги bor-da, rejissyorskiy. O'zi bu, misol uchun, bu katta temada studiyniy proyekt bo'ladi. Boya o'sha Marvel fantasylarni gapirib o'tirdik. Uni ham men juda ko'rib kuzatib turaman. Lekin farqi bor-da, misol uchun prodyuserskiy narsada, Marvelda qanaqadir standartlari bor. Qaysi rejissyor bilan ishlamasa, bu o'sha narsani hurmat qilib, qanaqadir texnический taraf bilan zadaniya bilan ishlash kerak-da. Edgar Wright yoki Wes Anderson shunaqa rejissyorlar bor, что ularning kinosini ko'rasiz-da, uni qo'li, uni почерги deb sразу bilinadi-da o'sha narsa. O'sha Edgar Wright u shunaqa rejissyorlardan biri. Agar aynan Edgar Wright haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha men uchun eng zo'r kinosi Scott Pilgrim против всех. Undan tashqari yana boshqa zo'r kinolar bor. Oxirroqdan biri Малыш на драйве degan kino chiqqan. Uchinchisi tavsiya qiladiganim Tipa крутые легавые. Adashmasam shunaqa. Bitta politseyskiy haqida. Uni ishidan перевод qilishadi, boshqa qanaqadir bir eski derivushkaga, o'sha yerdan keyin boshidan boshlaydi anaqasini, karyerasini. Ikkinchi eng yoqtiradigan janrim bu kriminal bo'lsa kerak. Chunki nimagadir o'zi, misol uchun biz kichkinaligimizda qanaqadir o'yinlar, boshqa kinolar ko'ramiz. O'zi eng yoqtirgan o'yinim GTA edi. Shu GTA Vice City chiqqanda o'ynagandim, rosa, keyin San Andreas. Kichkinaligimda 7 yoshimda kompyuter xonaga birinchi marta kirganda, o'ynaganda o'sha o'yin edi. Qanaqadir xayolda qolib ketgan o'tdagi muzikasi, o'yini, stilistikasi va atmosferalari. Keyin o'sha shunaqa bo'lgan, что men o'sha litseyda o'qiyotgan paytlarda bir yana boshqatdan yozdirib, bir nostalgiya uchun o'ynab chiqqanman-da anaqa o'sha o'yinni. Keyin o'sha boshqacha ko'z bilan qarab, o'sha qiziqqanman-da. U kino qanaqa sozdavatsiya qilingan ekan, o'zi kim uni razработчиклari. Keyin qarasam, kriminal janrdagi kinolardan juda ko'p ilhomlanganda. Misol uchun, Лицо с Шашам degan bor. Al Pacino bosh rolini o'ynagan. O'tdagi stilistikasini juda qattiq zaimstvovat qilishgan. O'tdagi bosh qahramonini ovozini Ray Liotta degan aktyor ovoz bergan. U Slавный парни degan kinoni birinchi anaqa bosh rolini bergan aktyor.
Keyin shu narsani bilib, keyin boshqa kinolarga qiziqib, o'sha kirishib ketdim o'sha temaga, o'sha kriminal janri bo'yicha. Keyin qarab chiqsam, o'zi ko'pchilik o'sha olingan kriminal janrdagi kinolar ular o'sha real hayotda olib ishlab chiqarishgan. Misol uchun Slавный парни u kitob bo'yicha yozgan, o'sha rostakasım o'sha gangster yozgan kitobini o'zi umuman uni olib qarasak, o'sha keyin botdan o'sha Martin Scorsesening kinolariga qiziqib ketdim. O'sha birinchi ko'rganlarim o'sha Slавный парни, Казино. O'sha kinoni ko'rishni boshlaganimda kino boshlanadi-ku. U yerda главный герой o'sha o'zini anaqasini как-то zakadriy озвучкасini gapiradi. Qarasam, что-то знакомый ovozda. Qatdan eshitganman o'sha ovozni qarab chiqaman, оказывается shu aktyor ekanda. Ammo o'sha kichkinaligimdan o'sha Vice City'ni o'ynab chiqib, ovoz gapiradi-ku, unaqa giroyni. Cutscene bo'ladi-ku, unaqada. O'tkazmasdan ko'rsangiz gapirayotganda yoki ko'chada o'tayotganda so'kib ketadi, o'sha ovozlar esdan qolib kelganda, какой-то узнаваемый bo'lganda o'sha anaqasi. Keyin bu rejissyorga qiziqib, bu kinosiga yoqqan, biling yana qanaqa kinolar bo'lgan ekan, nima qilgan ekan qiziqsam, o'sha Casino degan kino ko'rdim. Bu o'sha kino lekin mashina miyam portlatib o'rgan kino hamma tarafdan. U kinoni ko'rganda men уже universitetda o'qirdim. O'zim o'sha полноценный operatorskiga qiziqib, syomkalarni olib, o'sha to'ylarga chiqib, birinchi reklamni roliklarni otgan paytim edi. Casino shunaqangi miyam portlatib yubordi, imенно operatorskiy tarafdan-da. Men uni endi birinchi marta yoqib ko'rmoqchi bo'lganimda, qanaqa ekan, nima ekan, bir boshini bitta ko'rmoqchi edim, 5 minut chepdi, ko'ray deganman. Kerakchi kirishib ketdim-da. O'tda shunaqangi dinamikniy, shunaqangi to'xtamas anaqada, nima deydi, operatorskiy. Kamera botdan o'tadi, nima deydi, whip-band degan anaqa juda ko'p ishlatilgan. O'sha narsani o'sha yerda o'rganib olgandim. Real olganda o'shansi bilan qiziq. Plus nima menga yana yoqqan tarafi, Scott Pilgrim aytib o'tdim. U yerda ham shunaqangi operatorskiy priyomlarga boy kino. No u kino yengilroq kino-da, относительно bir 2015-11-yilda chiqqandi. Casino bo'lsa, u 95-yillik kinosida, plyonkaga olingan 3 soatlik kino, shunaqangi katta material olgan bo'lsa kerak, bilmayman uni qanaqasiga uni shu paytda montaj qilib, bir katta ish qilib. O'zim ham shunaqa eshitganman, endi bilmayman bu to'g'rimi yo'qmi. O'zi Scorsese Slавный парни olgandan keyin bu kino juda populyarni bo'lgan, o'sha janrning qanaqadir bir yangi dixaniyasi bo'lganda. Chunki undan oldin bu janrdagi o'sha eng zo'r kinolardan o'sha Cross-Sanchez bor edi. U 70-yillarda chiqqandi. Cross-Sanchez o'sha ikkita части. 3-части 90-yillarning boshida chiqqandi-da. Примерно o'sha payt bilan, bir xil payt bilan Slавный парни chiqqandi. Hamma tushunganda, что bu janr ham qanaqadir bir evolyutsiya bo'lish kerak edi, nimadir o'zgartirish kerak. Misol uchun yangi auditoriyaga, misol uchun hozirlar ko'plardan so'rayman, Cross-Sanchez'ni uncha ko'rishmas ekan, qiziqishmas ekanda. Довольно размеренный, секирot temp kino. Bilmayman, balki shu uchunmi. U paytga Slавный парни juda dinamikni, juda tez bo'lgandi-da. No, хотя u ham o'sha reальный событияlardan kelib chiqqan kino. U kinoni kitobdan ko'chirib olishgan. U kitobni Henry Hill yozgan. U rostakasım bo'lgan mafiozi. Xullas, mana shu ikkita kinoda, shu Slавный парни bilan Casinoda bitta общий anaqasi, chertasi bor, что u yerda обязательно qanaqadir mafiya bilan связь bor-da. U yerda o'sha mafiya anaqani главный bosh qahramonni ko'tarilishi, pastga tushishi haqida aytib berilgan. Misol uchun Slавный парнida o'tda prям полный biografический kinoda o'sha anaqani Henry Hillni o'tda birinchi gapirayotgan gapi as far back as I can remember I always wanted to be a gangster dedi. Men uchun gangster bo'lish u Amerikaning prezidenti bo'lishdan ham zo'r narsa deganda. Haqiqatan o'zini o'yla hammasi men prezidentdan zo'rman deb yuradi deb anaqa o'sha o'shanga kichkinalarni ko'rib qiziqishib ketib, qanaqadir shogird bo'lib, yordamchisi bo'lib shunaqa boshlaydi. Shunaqa kruglar bilan birga yashab, katta bo'lib, maktablarni tashlab olib, o'zi ham sekin-sekin полноценный o'sha gangster anaqaga shishkaga aylanib ketadi. Soprano degan nazvaniyada o'tdagi u serial. Men ko'p marta eshitgandim, men uni to'g'risini aytsam bir kinomi, boshqa narsa deb o'ylagandim. Instagramda bir atributlar nimadir chiqgandi. Keyin bir payt tog'am bilan gaplashib o'tirgandim. Shu o'zimning ishlarim haqida gapirib o'tirdim, qanaqa kinolardan ilhomlanib o'zimning videolarimni otganimni o'sha aytib berdim. Keyin bir payt so'rab qoldi, "Sen Sopranoni ko'rmaganmisan?" deb. Tipo, yo'q, men ko'rganman. "Ты что, давай, anaqa ko'rishing kerak, обязательно anaqa." Men hayron qoldim, что именно tog'am menga anaqa maslahat berayotgani. Просто men tog'am haqida tasavvurim boshqacha-da, seriozniy biznesmen odamda. O'zi birinchidan serial ko'rish vaqtini borligini bilmagandim. Keyin ikkinchidan что именно конкретно mana shunaqa mafiozniy tema
tegishli serialni ko'rishni ham buni bilmagandim. Keyin o'zim bir ochib ko'rganimda tushungandim. Bu serialni ko'rgunimcha o'sha hammasini ko'rib chiqqandim-da, o'sha Scorsese, Guy Ritchie, Tarantino hamma kinolarni ko'rib chiqqandim. Men uchun bu baribir qanaqadir bir yangi dihaniya bo'lgan edi. Chunki u yerda men o'rgangandagi dinamichniy, такой to'xtamasdan tez templi kino emas edi, serial emas edi. Tempi juda такой sekinroq edi, но mafiyozning o'sha hayotini, bытовой tarafini, подробный hamma taraflarni ko'rsatib berib, oilasini, o'zi misol uchun bunaqa odamlarni со стороны ko'rganda, такой серьезный odam ekan, bir u bilan hazillashmagan yaxshi, shunaqa deb o'ylaymiz-ku. Akasi buni ichida o'ziga yarasha qanaqadir bir qo'rquvlari bor ekan, переживаниялari, tipo psixologga borib o'zining anaqasini nima deydi, oilasi bilan bo'lgan qanaqadir problemalarni prorабатывать qilib o'tiradi. Menga o'sha qanaqadir необычный tuyuldi, o'sha janrni shuncha kuzatib ko'rgandan keyin, bu yerda qanaqadir bir yangi tarafdan ochib bergandi o'sha serial. U serial 6 ta sezon edi. Uni почти что на одном дыхании ko'rgandim. Shunaqangi fanat bo'lib ketgandim, что hamma o'rtoqlarim mendan уже ko'yinlanib ketardi. Izorning faqat shu serial haqida gapirasan deb javob bo'lib. Keyin bitta интересный narsa bo'lgandi. O'tgan yili o'sha noyabr oyida o'zi kuzda tugatgan bo'lsam, yaqinda ko'rdim bu serialni, o'tgan yil ko'rdim. Keyin noyabrda shunaqangi bir imkon keldiki, что короче Amerikaga borib keldim. И o'sha yerga borgandan keyin biz Nyu-Yorkda bor edik. Keyin kartadan qarab bir изучать qilib chiqdim-da, o'zi nima qanaqa ekan. Nyu-Jersi prinsipi uzoq emas-da anaqadan Nyu-Yorkdan. O'sha bitta most nima deydi, bitta berek Nyu-York bo'lsa, anaqasi boshqa berek o'sha Nyu-Jersida. Keyin qiziq chiqdim. Anaqa syomka bo'lingan qanaqa lokatsiyalar bo'lgandi, qanaqa ishlatilgandi. Qarasam, menga prinsipi uzoq emas edi. Bitta finalniy oxirgi sahnasini lokatsiyasi o'sha yerda olingan kafeshka bor edi. O'sha yerga borishga juda qiziqib ketdim-da. Xullas, o'sha Nyu-Jersida bitta kichkina shahar edi, Bloomfield degan, o'sha anaqa ikkomiz restoranga. Men uchun bu вообще anaqa edi, borib nima miya portlab ketgandi-da. O'sha men ko'rib juda qiziqqan, yoqtirgan serialni olingan o'sha joy mashhur ekanda, такой kichkinagina joy ekan, unaqa serialda sal kattaroq ko'ringandi. O'tga borgandan keyin, конечно, videolarni olib hammaga ko'rsatkim keldi. Особенно men bilan birga boshlab u serialni ko'rgan, men o'sha serialga o'tkazib qo'ygan odamlar bor edi. Mana shu joyda o'sha finalniy ssenasi olingan o'zimga qiziq bo'lgan, o'sha yo'limda kameram hech narsam yo'q edi, bitta iPhone'im bor edi, anaqa как-то ikkita aktyor bilan oxirgi sahnasini почти что один в один kadrlarni boshqatdan olib chiqqanmiz. O'zi shu narsa qiziq bo'lgandi-da. O'zi ko'p joyda boshqa shtatlarga borgan bo'lsam, misol uchun yangi shahar ekanmiz-da, tak bu shaharda qaysi kino olinganda birinchi o'chib o'shani esimga anaqa keltira olmadim. Chunki biz endi hammani bilmayman. Men o'zim keyin o'sha mana komandadagi o'rtoqlarimiz biz o'sha amerikanskiy kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz-da. O'sha narsa qolib ketar ekan. Misol uchun har borganda, qayerdir yangi shaharga borganda, tak bu yerda nima olingandi, qaysi kino edi, o'sha kinoni kadr va kadr qaytarishga harakat qilganmiz. Tak orada hozir o'sha syomka qilayotgan operator bolalar bilan gaplashamiz. То, что bir xil ruscha so'zlarni ko'p ishlataman, o'shanga uzr. Shu hozirgi paytda biz o'sha yangi olib kelgan formatimizdan davom etamiz. O'zbek tilida qisqa metrajli kinolar 15-20 minut, ba'zida bir yarim soatlik xronometrajliga olamiz. Yaqinda birinchi prosmotr million prosmotr bo'ldi. Harakat qilayotgan narsa o'zi YouTube'ga nimadir sifatli, kачественный bir ishlab chiqarish bu juda ko'p vaqt oladi, juda ko'p pul talab qiladi unaqa narsaga. Oyiga bir marta bo'lsa ham, hatto ikki marta bir 2 oyda bir marta chiqarishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda yana ikkita yangi qisqa metrajli kinoni ustida ishlayapmiz. Undan tashqari parallelni IT bilan birga hamkorlikda serial yozyapman. O'zimizning birinchi полноценный serial bo'ladi. 8 ta yoki 10 ta seriyali. To'g'risini aytsam, o'zim hozir eng xursand bo'layotgan narsa shu, u men uchun bu qanaqadir bir yangi etap bo'lyapti. Bir kichkina sketchlardan boshlaganmiz universitet paytida, keyin undan keyin integratsiyalar boshlanib, o'sha reklamaga urinib ketdik. O'tgan yana обратно ijodni boshlab, qisqa metrajli kinolarni olib, hozir endi полноценный serial ustida ishlayapmiz. Ben без varianti bilaman o'sha. Точно emas. Гарри Поттер. По-моему, birinchi qismida filosofiy kamin, finalniy ssenasi bo'lsa kerak. Опа, тут что-то сложнее.
Mayli, попробуем. Bu yerda men o'tdi сразу что-то anaqa. Уже qiyinroq o'tdi. Men birinchisi Batman, по-моему. Mana bu to'g'rimi? Chap tarafda turgan u Alfred, mana bu Christian Bale. Anaqa emasmi? Peaky Blinders. Mana bu oxirigacha ko'rmagandim еще bu anaqani, u serialni, lekin ham o'tirishdan u formasidan уже bilinyapti-da. Rahmat. Okey, mana anaqa sovg'a berishdi menga. Hozir yana bitta konkurs qilar ekanmiz, tomoshabinlarning orasida. Bu konkursga yutish uchun bitta savol bo'ladi. Конечно же, u bizning proyektimiz bilan tegishli bo'ladi. Xullas, zadание shunaqaki, что bizning proyektimizdagi oxirgi 3 ta qisqa metrajli kinoda hammasida bitta tema, hammasida o'sha pul, soqqa haqida tema ketyapti. Savol shunaqadaki, qaysi bir kinoda bosh qahramon eng ko'p pul ishlagan bo'ladi? Eslatib o'taman, bo'rbovacha, tirikchilik, inson uchun. Mana shu 3 ta kinoda hammasida bitta tema. Mabodo bilmaganlar uchun Poxer TV kanalining ссылкасы описанияda bo'ladi.